بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى حمد سنالر پیغمبرimiz Muhammad Mustafaga درود و صلواتlarimiz bo'lsin. Sallallohu ala Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Alloh taolo ado etgan ibodatlarimizni o'zi qabul aylasin. Inshaalloh bu ibodatlarimizni Alloh taolo dunyo va oxiratda foydamizga, manfaatimizga hujjat aylasin. Azizlar, bugun suhbatimiz Shayx Muftiy Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining Rabboniy nidolar nomli kitoblari asosidagi suhbatimizning navbatdagi qismi bo'ladi inshaalloh. Bu kitobda hadisi qudsiylar jamlangan deb har suhbatdan oldin yana bir eslatib qo'yilyapti. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan bo'lsa-da, Alloh taolo aytdi deb boshlangan hadislarni hadisi qudsiy deyiladi. Boshqa hadislarda sahobiydan rivoyat qilinadi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar deb bevosita payg'ambar alayhisolamning o'zlari aytadilar. So'zni, xabarni yetkazadilar. Lekin hadisi qudsiyda xuddi Qur'onga o'xshab Alloh taolo aytadi, qolallohu taala deb boshlanadi. Lekin Qur'ondan farqi bu payg'ambar alayhisalomning tillaridan aytiladi. Qur'oni Karim esa Jibril alayhissalom vositalarida olib tushilgan vahiy hisoblanadi. Va hokazo yana ko'plab farqlarni birinchi suhbatlarimizda aytganmiz. Mana shu hadisi qudsiylarning ikkitasini o'rgangan edik, bugun uchinchisini o'rganamiz inshaalloh. Bugungi o'rganadigan hadisimizning mavzusi zikr va xavf, ya'ni Alloh taolodan qo'rqishning fazilati degan sarlavha ostida bo'ladi. Bu hadisni o'qishdan oldin bir voqeani aytib o'tmoqchi edim. Bu yilgi haj mavsumida bir ustozimiz ilk boshi bo'lib borib Masjid Imom Xatibi vafot etdilar. Ko'pchilikning xabarlari bo'lgan bo'lsa kerak. Rakat jome masjidi Imom Xatibi Robbim quldomni Alloh taolo o'z rahmatiga olsin. Bu kishining vafotlari shunday bo'lganki, to'g'ri samolyotdagi reys Madinai Munavvaraga uchgan. Samolyotdalik chog'larida betoblik yetgan va yo'lda hamshiralar qarab ketgan. Samolyot qo'ngandan keyin shifoxonaga yotqizilgan va mana shu joyda vafot etganlar. Va Baqiyga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlari oldidagi sahobiylar yotgan qabristonga dafn qilindilar. Bir ustozimiz aytdilarki, aynan mana shu domla vafotlaridan keyin domlani bir go'zal odoblari bor edi, go'zal odatlari bor edi. Har namozdan keyin bitta hadisni, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadisni jamoatga yetkazib qo'yardilar. Qisqa lo'ndadilar. 5 daqiqa yoki 10 daqiqa bitta hadis, bugun falon mavzudagi hadisni o'rganamiz. Janobimiz alayhissalom bunday dedilar deb hadisni aytib, tarjimasini aytib, sharhni yetkazib qo'yarkan. Yaqinlari ham aytadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nisbatan muhabbatlari o'ta kuchli edi. Al-mar'u ma'a man ahabba deyilgani hadis sharifda, ya'ni inson o'zi yaxshi ko'rgan kishi bilan birga bo'ladi deyilgan. Inshaalloh ana shu vafotlarini ham payg'ambar alayhisalomga qo'shni bo'lib yotishlari nasib bo'ldi ustozni. U zotga bo'lgan muhabbatlari sababli deymiz inshaalloh. Va qiyomatda ham hammamizni ham ustozimizni ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga tiriltirsin Alloh. Qiyomatda jannatida o'zini jamolini birga ko'rishimizni o'zi muvaffaq aylasin. Biz ham ana shunga bir yaqinlashish umidida har namozdan keyin bo'lmasa ham, lekin shu xufton namozlaridan keyin mana shu payg'ambar alayhisalom hadislarini o'rganishga harakat qilyapmiz. Va albatta yuqoridagi hadiski bunga muhabbat qilsak, ixlos qilsak, eshitib amal qilishni niyat qilsak va inshaalloh amalga o'tadigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan sevgimiz, muhabbatimiz yanada ziyodalashadi. U zotga munosib ummat bo'lamiz va qiyomatda Alloh taolo ham bizni u zot bilan birga tiriltirsa degan umidda, duoda bo'lamiz azizlar. Demak, hadis sharifni o'qiymiz. An Anas ibn Malik radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: Yaqulu Allohu tabaraka va taala akhriju minan nari man zakarani yawman أو خافني في مقام رواه الترمذي. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bunday dedilar: Alloh tabaraka va taolo aytadi: Meni biror kun
zikr qilgan yoki mendan biror o'rinda qo'rqqan kishini do'zaxdan chiqaringlar deb aytadi qiyomat kunida. Imom Termiziy rivoyat qilgan. Ya'ni qiyomat kunida insonlar savol javob qilinib, ma'lum insonlar do'zaxga hukm qilingandan keyin azoblanib turgan holatida Alloh taolo kim men uchun vaqtini ajratib bir kun meni zikr qilgan bo'lsa do'zaxdan chiqaringlar. Bir maqomda, qaysidir bir o'rinda nafsi g'olib kelib turgan paytda, shayton vasvasa qilib turgan paytda Allohdan qo'rqib gunohdan tiyilgan bo'lsa bir o'rinda, uni ham do'zaxdan chiqaringlar deb Alloh taolo buyurar ekan. Bu hadis sharif, demak Imom Termiziy tomonidan Sunan kitoblarida rivoyat qilingan. Bobning nomi Jahannamning sifati degan bobda va do'zaxning ikki nafasi borligi va tavhid ahlidan bo'lgan do'zaxdan chiqadigan kishilar zikr qilingan hadislar bobida keltirilgan. Ya'ni tavhid ahli bo'lgan bo'lsa o'sha inson la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb vafot etgan bo'lsa-yu gunohkor bo'lsa. Gunohkor bo'lish fisq bo'ladi yoki fujur bo'ladi. Fosiqlik yoki fojirlik deyiladi. Musulmon odamni gunoh qilsa ikki holatda bo'ladi. Fosiq bo'ladi yoki fojir bo'ladi. Buni farqini bilamizmi? Fosiq degani o'zi ahli tavhid, musulmon, ibodat ham qilishi mumkin, lekin odamlardan yashirib gunoh qilib qo'yadigan odamni fosiq deydi. Fojir esa o'zi musulmon, ibodat ham qilishi mumkin u ham, lekin oshkora gunoh qiladi u. Fosiqdan ko'ra fojir og'irroq. Alloh saqlasin. Fosiqlik ham og'ir. Lekin fosiqni bir muncha hayosi qolgan bo'ladi, odamlardan uyaladi. Lekin aslida Allohdan uyalishga haqdorroq edi. Mana shu fosiq yoki fojir bo'lib o'tgan inson azoblanayotgan paytda Alloh taolo uni mana shu zikr qilgani sababidan yoki Alloh taolodan qo'rqib gunohdan tiyilgan bir maqomi bo'lsa, bitta bo'lsa ham o'rni bo'lsa, shuning hurmatidan do'zaxdan chiqaraman deb va'da bermoqda mana shu hadisda. Bunga Qur'oni Karimda dalil bor ekan. Ya'ni oyatni tasdiqlash uchun Qur'oni Karimdan dalil keltirilyapti. Naziat surasining 40-41 oyatlarida va amma man khafa maqama robbih va nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Va ammo kim Robbisining maqomidan qo'rqqan va o'z nafsini havolanib ketishdan qaytargan bo'lsa, bas albatta jannat unga o'rin bo'lur degan oyat karima mana shu hadisi qudusiyni quvvatlaydi. Ya'ni kim Allohdan qo'rqsa va nafsi havosiga berilishdan tiyilib turib gunohdan to'xtasa, fisq va fujurdan to'xtaydigan bo'lsa, uni boradigan joyini jannat deyapti Alloh taolo. Endi jannatga kirgizishi ikki xil bo'lishi mumkin. Agar xohlasa Alloh taolo azoblamasdan hamma gunohimizni kechirib kiritadi inshaalloh. Allohning rahmati keng, umid qilamiz shundan. Lekin Alloh taolo adolati bilan hukm qilsa, iymonimiz sababli do'zaxda gunohimizni jazosini olganimizdan keyin jannatga chiqarar ekan. Ya'ni do'zaxga tushiradi, qilgan gunohi sababli jazolaydi. Va do'zaxda abadiy qolmaydi. Iymoni, boshqa yaxshi amallari hurmatidan Alloh taolo keyin do'zaxdan chiqaradi. Alloh taolo bir soniya bo'lsa ham do'zaxga tushishimizdan o'zi panoh bersin. Endi mana shu do'zaxga tushib qolishdan va yana boshqa ko'plab foydalarga inson ega bo'lishi uchun mana shu hadisda aytilgan zikr qilish, ya'ni zokirlik maqomiga harakat qilishimiz kerak azizlar. Zikr so'zi o'zi lug'atda eslash, xotirlash, so'zlash, tilga olish, bayon qilish degan ma'nolarni bildiradi. Shariat istilohida esa inson ham tili bilan, ham qalbi bilan Alloh taoloni eslashini zikr deyiladi. Ba'zi ulamolar amali bilan ham deydi, qo'shadi. Demak, bundan ma'lum bo'ladiki, tilni o'zidagi zikr kifoya emas. Tasbihni shavolib, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, astagfirulloh va atubu ilayh. Yaxshi, sekin-sekin yuqori maqomga ko'taradi albatta, lekin tilni o'zida aytib turib qalbga jo qilinmasa, amalda uni teskarisiga yuriladigan bo'lsa, bu inson haqiqiy zikr qiluvchi inson bo'lmas ekan. Va shuningdek qilayotgan har bir yaxshi amal ham aslida zikr. Zikr degani eslash dedik, ya'ni Alloh taoloni eslatuvchi amal. Bir yetimning holidan yoki muhtojning holidan xabar olsak, nima uchun xabar olamiz? Avvalo Alloh taoloning roziligi uchun qilamiz-da amalimizni. Yaxshilik qilsak, Alloh bir savob berar menga.
Alloh shu sababli menga keladigan baloni sadaqa tutfiul bala deyilgan baloni aritadi degan umid bilan birovga yordam qilamiz. Mana shu bilan Allohni eslayapmiz. Bu ham shu yaxshilikning o'zi ham bitta zikr. Yoki namozning o'zi ham bitta zikr. Alloh taoloni eslash boshidan oxirigacha Alloh taoloning zikri bilan o'tadi. Ko'pchilik yiqilib turib xayol bozorda namoz o'qishi mumkin, lekin aslida mohiyatiga kirib borib Alloh taologa bog'lanib namoz ado etilsa, 2 rakat namozning o'zi insonni ancha o'zgartirib yuboradi. Allohning buyukligini, azamatini, qudratini his qilib, o'zining bandaligini, haqirligini fikr yuritadigan bo'lsa banda boshqacha odam bo'lib qoladi 2 rakat namozning o'zida. Va insonning qalbidagi siqilishlarni, huzunlarni ham ketkazuvchi amal deyiladi. Alloh taolo ham shuning uchun Qur'oni Karimda va aqimis solata li zikri degan. Meni eslash uchun namozni qoim qildi buyurgan. Har qanday bir yomon holat bo'lib qolganda ham ulamolar ham payg'ambar alayhisolamdan sunnatki, darrov 2 rakat namoz o'qi deydi. Boshingga mushkul ish tushdimi? 2 rakat namoz o'qib Allohdan so'ra. Safarga chiqmoqchimisan? Allohim safarimni yengil qilgin deb 2 rakat namoz o'qi. Bir ishda ikkilanyapsanmi? 2 rakat namoz o'qi istixora qilib Allohdan so'ra. Safardan qaytdingmi? Sog' omon qaytib kelganim uchun Allohga shukr deb 2 rakat namoz o'qi. Yomon tush ko'rdingmi? Turib 2 rakat namoz o'qi. Hammasi namozga bog'langan, bu Allohni eslash. Hojat namozi ham deyiladi. Bir ishingiz hech bitmayapti, 2 rakat namoz o'qib Allohdan so'rang. Inshaalloh ana shu ishga Alloh taolo yengillik beradi deyiladi. Bularning hammasi nimaga bog'lanyapti? Zikrga bog'lanyapti. Namoz ham zikrning eng komil ko'rinishi. Afdalul zikr la ilaha illalloh degan hadis bo'lsa, aynan mana shu namozda 2 rakatli namozda buni to'liq zikr qilamiz. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu tashahhudda o'tirganimizda duo qilamiz. Ya'ni Alloh taologa shahodat keltiramiz, orqasidan duo qilamiz. Mana bularni albatta faqat tilni o'zida takrorlashdan tashqari qalbimiz bilan his qilishga va namozdan turgandan keyin amalimizda ham Alloh taolo buyurgandek amal qilishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Va zakara ba'dul arifina anna az-zikra ala 7 anha'in fa zikrul aynayn bil buka wa zikrul udhunayn bil isgha wa zikrul lisan bil thana wa zikrul yadayn bil ata wa zikrul badan bil wafa wa zikrul qalb bil khawf war raja va zikrur ruh bit taslim va rido. Yani ariflar deyiladi, ya'ni Alloh taologa yetishgan, Alloh taologa yetish uchun harakat qilayotgan insonlar. Ya'ni mana shu doimo o'zini ruhini tarbiya qilib shunga urinib yuradigan insonlar aytar ekanki, zikr 7 xil bo'ladi degan ekanlar. Zikr 7 xil bo'ladi. Birinchisi ko'zning zikri degan ekan. Ko'zning zikri ko'zimizni gunoh, fahsh narsalardan tiyish va Alloh taoloning buyukligini eslab ko'z yosh to'kish. Boshqa bir hadisda ham keladi, 7 ta odam arshning soyasida bo'ladi deyilganda, yolg'iz qolganda Alloh taolodan qo'rqib ko'z yosh to'kkan inson deyilgan. 7 ta toifadan biri Allohning arshida qiyomat kunida soyasida bo'ladi, arshning soyasida bo'ladi deyilgan. Mana bu hadisda ham ko'zning zikri mana shu Alloh taolodan qo'rqib yig'lash deyilyapti. Hadis emas, bu ya'ni oriflarning so'zlari. Albatta bular ham Qur'on va hadisga suyanib bu gaplarni aytishadi. Quloqning zikri yaxshiliklarni eshitish, Qur'on tilovat tinglash, suhbat tinglash yoki solihlar suhbatida bo'lish, do'stlar suhbatida bo'lish va yaxshilikni eshitish, yomonlikni eshitishdan to'xtash. Hozir nima ko'payib ketgan? 3 ta odam yig'ilib qolsa g'iybat ko'payib ketdi. Ba'zilar qo'pol o'xshatish qilib kulib bo'lsa ham aytayapti, asli yig'lash kerak, erkaklar ayollardan o'tib ketdi deb qo'yapti. G'iybat qilishdi. Unisini gapirgan, bunisini gapirgan, uni orqasidan g'iybat qilingan mana shu joyda, shunday majlisda o'tirishni o'zi harom azizlar. Qaytarish kerak. O'y birodar, baraka topkur. Qo'y g'iybat qilmaylik. G'iybat harom deyilgan. Birodarni go'shini yeyish bilan tenglashtirilgan Qur'oni Karimda oyat bor. Undan ko'ra o'ziga yuziga gapiraylik, shu narsani xatosi bo'lsa tuzatsin, isloh bo'lsin deb gapirish kerak. Unga qodir bo'lmayaptimi, o'sha majlisdan turib ketish kerak inson. Bu quloqning zikri deylar ekanizlar. Qarang. Tilning zikri sano aytish. Endi til esa har doim sano degani, ya'ni Alloh taolaga maqtov, hamd aytish. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, la ilaha illalloh, astagfirulloh va atubu ilayh. Zikrning turlari juda ham ko'p. Mana shunga Qur'on hadisda kelganlarni yodlab, o'rganib, ertalab, kechqurunlari aytib yurishga odatlanish yoki mana har namozdan keyin zikr
qilamiz. 33 ta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 33 marta Allohu akbar. Shuni zikrini ba'zilar bid'at deb chiqyapti. Astagfirulloh. Hadisda ochiq oydin turibdi namozdan keyin zikr qilish. Hadisda boru sizlar masjidda o'tirib zikr qilyapsizlar, shu bid'at deydi keyin. Nimasi yomon masjidda o'tirib zikr qilish? Masjidda o'tirib zikr qilishga buyurilganmiz o'zi. Masjid zikr uchun, Qur'on tilovat uchun deyilgan-ku. Imom uni jahriy qilmayapti-ku hammasini, faqat ishora qilib, birinchisini subhanallohni aytib qo'yapti bildirish uchun. Alhamdulillah, keyin oxirida jamoa bo'lib duo qilinyapti. Boshqa bir hadislarda bir imom duo qilsa, jamoat amin deb tursa, Alloh uni jamoatning hurmatidan duosini qabul qilaman degan va'dasi bor. Asli tagida ixtilof chiqarish, bid'atchiga chiqarib musulmonlarning birligiga rahna solish va eng kichkina ko'rinishda zikrdan to'sish bo'lyapti. Tortishib yuraveradi, odam yuraveradi, zikr qolib ketadi bu yoqda. Uni o'rniga o'tirib zikrga mashg'ul bo'lishga harakat qilish kerak. Tilning zikri demak sano aytish. Qo'lning zikri berish deyilibdi. Qo'limiz bir tili yo'qki zikr qilsa, buni berish degani ya'ni qo'limizda imkoniyatimiz bo'lsa muhtojlarga yordam berishimiz kerak. Pulimiz bilan yoki boshqa moddiy narsalar bilan. Tananing zikri vafo qilish. Ya'ni vafoda turish doim. Ahd berdimi, birovga va'da berdimi, o'sha va'dasiga vafo qilishi. Alloh taologa avvalo va'da berganmiz biz. Qur'oni Karimda oyat turibdi. Hamma insonlarning ruhini yaratgan deydi Alloh taolo. Birinchi dunyoga insonlarni har yaratishdan oldin alastu bi robbikum deb so'ragan. Men sizlarning Robbingizmanmi degan. A'rof surasida oyat bor. Qalu bala, ko'plikda hamma ruhlar ha, sen bizning Robbimizsan degan. Shahidna degan, guvohlik beramiz degan. Lekin bu dunyoda Alloh taoloni bir demasdan shirk keltirib yurganlar, kufr keltirib yurganlar yoki Alloh taolo buyurgandek yashamayotgan insonlar bor. Mana bular nima? Alloh taologa bergan ahdiga vafo qilmayotgan insonlar bo'ladi. Alloh taolo o'zi tavfiq hidoyat bersin. Tananing zikri demak ahdiga vafo qilish. Insonlardan berilgan vafolar ham shunaqa. Ertaga soat 11 da falon joyda ko'rishamiz. Yarim soatlik yo'l bor. Soat 10:11 da uyda o'tiribdilar. Va'da bor edi. Telefon qilsa, hozir mana ko'cham boshida qaylyapman deb qo'yadi. Yo'q, ahdga inson shunaqangi e'tibor, jiddiylik bilan qarash kerakki, bu tananing zikri ekan. Bu qiyomat kunida so'raladigan kelishuvlardan bittasi ekan va'da. Vafo ham demak tananing zikri. Qalbning zikri xavf va rajoda turish. Ya'ni xavf Alloh taolodan qo'rqish, rajo Alloh taoloning rahmatidan umid qilish. Bu to'g'risida endi soatlab gapirish mumkin. Hammamiz inshaalloh bilamiz, o'rni kelganda yana gapiramiz bu mavzuni. Alloh taolodan doimo azobidan qo'rqib, rahmatdan umid qilib yashashimiz kerak. Qalbimiz bilan mana shuni his qilsak, qalbimizning zikrini ado etgan bo'lar ekanmiz. Va oxiri ruhning zikri. Tanamizda ruh bor. Ruhning zikri Alloh taologa rozi va taslim bo'lish. Har bir boshimizga kelayotgan musibat bo'lsin, yaxshi kun bo'lsin, yomon kun bo'lsin, barchasi kimdan? Alloh taolodan. Qaysidir hikmat bilan bizni mana shu imtihonga ro'baro qilyapti. Agar ana shunga sabr qilsak, Alloh taolo boshqa ne'matlar bilan bizni ne'matlantiradi, darajamizni oshiradi, o'ziga muqarrab bandalardan deb farishtalarga buyurib yozdirib qo'yadi. Imtihondan agar inson muvaffaqiyatli o'tsa. Demak, har qanday holatda taslim bo'lish, Alloh taoloning bergan rizqiga, ko'rsatgan kuniga qanoatda bo'lish ruhning zikri hisoblanar ekan azizlar. Endi mana bu zikrning foydalarini bitta eshitaylik-da. Subhanalloh demasak, menimcha bo'lmaydi bu holatga. Qarang, zikrning foydalari. Zikr bandaning darajasini yuksakliklarga ko'taradi, ya'ni Alloh taologa yaqinlashtiradi. Oson ado etiladigan, jannat sari tez va oson olib boradigan fazilatli amal zikr hisoblanadi. Eng osonida tahorat ham shart emasda, tahoratli bo'lsa afzal, lekin tahoratsiz bo'lsa ham la ilaha illalloh, subhanalloh, alhamdulillah Alloh zikr qilib yursak bo'laveradi. Mana uyqudan turganda o'qiladigan duo deyiladi-yu. Odatda uyqudan turgan odam har doim betahorat bo'ladi, lekin o'sha holatda ham qaysi duoni o'qiymiz? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur. Bizni o'lgandan keyin qayta tiriltirgan Robbimizga hamd bo'lsin deyapmiz. Turib Allohni zikr qilyapmiz-da, qarang. Payg'ambar alayhisalom doim shu duoni uyqudan uyg'onganlarda qilardilar. Eng oson Alloh taologa yaqinlashtiruvchi, jannatning yo'lini oson qiluvchi amal zikr. Ulamolar bandaning zikrga bo'lgan ehtiyojini uning
taom va uyquga bo'lgan ehtiyojidan ko'ra ko'proq deb aytganlar. Chunki tana va suvga bo'lgan ehtiyojdan inson quruq qolsa, Alloh taolo yozib qo'yganman rizqini degan, mabodo tugasa, dunyodan vafot etadi, bo'ldi, rizqi tugagan bo'ladi. Lekin tana, ruh ozuqalanmasa, och qoladigan bo'lsa, inson vafot etgandan keyin boshlanadi uning savol javob. Ya'ni ruh hech qachon Alloh taoloning amalida qoim bo'la olmaydi. Doim dangasa bo'ladi, doim bir bahona qidiradi. Hozir suhbatda aytdik-ku, qolinglar, eshitinglar deb eslatildi. Hojikam eslatdilar, Alloh rozi bo'lsin. Ba'zi odamlar bilan gaplashib qo'yganmizda, yozda suhbat qilsak, endi yoz kech bo'lib qolyapti, qor aka, ishdan kech qaytib charchib qolyapmiz. Xufton haligi suriladi-yu, qish bo'lib qoladi, o'shanda mazza qilib eshitamiz deydi. Qish payti kelganda aytsangiz, endi hozir sal sovuq bo'lyapti-da, uda inson bahona qidiraveradi. Hamma ishga ham bu bitta suhbat misolida keltiryapmiz. Suhbat eshitish ixtiyoriy, farz emas, vojib emas hozirgi holatda. Eshitsa albatta afzal holat. Lekin ilm farz, ya'ni uyda agar yoki ishda bo'lib, odatda hammamiz ham bir kitob o'qishga vaqt qila olmayapmiz. Lekin yarim soatda, 20 daqiqadir suhbat eshitsak, bitta hadisni o'rganib ketadigan bo'lsak, inshaalloh o'sha farzni ham bo'ynimizdan soqit qilgan bo'lamiz bugungi kunning farzini azizlar. Lekin bahona qidirsak, doim bahona chiqaveradi. U bahona topish nimadan ekan? Ruhimizning ozuqalanmaganidan ekan azizlar. Ruhning ozuqasi esa zikr bilan bo'ladi deyilyapti. Alloh taolo Qur'oni Karimda fazkuruni azkurkum. Sizlar meni eslanglar, men sizlarni eslayman degan. Qarang, Alloh taolo bizni eslasa nima bo'ladi? Bir katta odam bir joyda bizni nomimizni zikr qilib qo'ysa, bir hokimmi, bir rahbarmi, maqtanib yuramiz-a yil bo'yi. Mana aytibdi deymiz. Bir voqeani ham ko'p aytib berganmiz, yana o'rni kelib qoldi. Bir Qo'qon xonligida bir vazir bo'lgan ekan. Eshitganmiz-a? Eshitmaganlar bo'lsa yangilik, eshitganlar bo'lsa takror. O'sha vazir ishdan bo'shagan paytda bitta niyating bo'lsa, bir maqsading bo'lsa, mendan so'rashing bo'lsa, aytgin. O'sha aytganingda ijobat qilaman debdi podshoh. Endi shuncha yil ishlading vazir bo'lib, endi qarib qolding, yoshlarga o'rin ber degan ma'noda. Podshoh ham debdi, hammasiga roziman, baraka toping, saltanatingiz abadiy bo'lsin, maqtovni keltiribdi-da. Bitta iltimosim bor. Har yili hayit namozida 2 marta hayitda ra'iyatni oldiga chiqasiz. O'sha ra'iyatni oldiga chiqqan paytingizda meni chaqirasiz. O falonchi Abdulloh sobiq vazirim yonimga kel deysizda, kelganingizda qulog'imga hali ham tirik yuribsanmi, ablaq deb aytib qo'yasiz degan. Maqsad nima edi? Maqsad odamlarning nazdida bir qandaydir maxfiy topshiriq berdi degan tushunchani olib kelish. Hali ham vazirning vesi bor ekan. Podshoning huzurida hali ham obro'si saqlanib turibdi ekan. Hali ham uning ishonchli vakili ekan degan tushunchani olib kelish. Ya'ni bandani nazdidagi bitta e'tibor uchun masalan so'rashi mumkin edi, bir sandiq oltin 7 avlodiga yetardi. Yoki falon gektar yer deyishi mumkin edi, yoki falon bosh qoramol deyishi mumkin edi. Yo'q. Uy, joy, ulov unaqa narsa so'ramadi. Shu narsa e'tiborni so'radi. Bu narsa uni to vafotigacha haqiqatda keyin obro'sini saqlab qo'ygan ekan. Odamlar unga yomonlik qilishdan, u haqida gapirishdan qo'rqib tiyilib yurgan. Ya'ni o'xshatish, Alloh taolo eslasa nima bo'ladi bizni? Bitta bandasiki, rahbarki eslasa qanaqa xursand bo'lib yurar ekanmiz. Ba'zilar bor, rahbar bilan tushgan rasmini uyga borsangiz qo'yib qo'yadi. O'zi bir marta ko'rishgan umrida 10 sekund turgan rasmga tushib olgan. Lekin o'sha butun umri uchun esdalik, do'stlari kelganda faxr bo'ladi. U banda-ku o'zingga o'xshagan. Mayli, bu ham bir obro'dir, maqtanishga arzir, lekin inson aslida Alloh taolo eslaydigan ishga harakat qilish kerak. Mayli bandalar tanimasin, bandalar eslamasin, Alloh eslasa, albatta Alloh o'zining do'stlariga uning muhabbatini solib qo'yadi. Uni eslashni solib qo'yadi. Ulamolar aytgan ekanlarki, mana shu oyatning o'zi zikr qilish uchun boshqa dalil oyat bo'lmaganda kifoya bo'lardi degan ekan. Ya'ni bitta shu oyat tasavvur qiling, shu oyatning o'zi bor, boshqa zikr haqida oyat ham yo'q, hadis ham yo'q. Shu oyatning o'zi ikkita so'z, fazkuruni azkurkum. Shuning o'zi insonni bir umr zikr qilib o'tishiga kifoya qilardi degan ekan. Lekin zikr haqida minglab oyatlar, minglab hadislar bor azizlar. Yana zikrning foydalari davom etamiz. Shaytonni zikr quvadi. Min sharril vasvasil xonnas deydi yana Qur'oni Karimda. Ya'ni Allohim sendan falon narsalarning yomonligidan panoh so'rayman deganda shaytonning yomonligidan ham panoh so'rayman. Xonnas bo'lgan shayton deydi.
Har kuni o'qiymiz, Nas surasi. Xonnas nima desa, xonnas bir kelib ketuvchi degani. Ya'ni Alloh taolo zikr qilinmasa qalbga joylashib oluvchi, vasvasa qiluvchi, Alloh zikr qilinsa qochib ketuvchi degan. Demak, qachon inson zikr qilsa, nima bo'lar ekan? Shayton qochar ekan. Doimo zikr qilib yurgan insonga shayton yaqinlasha olmaydi degani bu. Insondan g'am tashvishni ketkazadi. Doim zikr qilib yurgan insonning qalbiga xotirjamlik bo'ladi. Aytdik-ku, ruhning zikri rozilik va taslim degan. Alloh aytgan ekan, shunaqa bo'pti deydi. Ko'p narsaga nima qilmaydi? Переживать qilmaydi. Ya'ni qattiq siqilib yurmaydi. Zikr savoblarni ko'paytiradi. Har bir harfiga Alloh taolo zikrga savob ato etadi. Xulqni sayqallaydi. Zikr qilib yurgan inson uyaladi, subhanalloh subhanalloh deb turib g'iybatga qo'shilib ketishga. Birovni gapirib yorishga, ortidan ish qilishga, tuhmat qilishga yoki yolg'on gapirishga uyalib qoladi. Allohni zikr qilib turibdi-yu. Yana zikr qiluvchi qalb shunaqaki, doim zikr qilib yursangiz odatga aylanib qoladi. O'zingiz xayolingiz boshqa joyda, tilingiz subhanalloh subhanalloh ketyapti. Bir gunohni ustiga kelganda ham subhanalloh degan so'z aytilsa, inson gunohdan to'xtashiga ham yordam beradi. Xotirjamlik va xursandlik olib keladi. Bu ma'lum. Yuzni nurli qiladi. Qarangki, inson zikr qilsa, Alloh taolo yuziga nur berar ekan. Ko'p zikr qilsa, yuzi nurli bo'lar ekan. Buni oriflar ajratadi. Va ko'p zikr qilish insonning rizqiga baraka olib kelar ekan. Ko'p zikr qilib yurinsa, Qur'oni Karimda boshqa oyatda Alloh taologa istig'for aytinglar. Agar istig'for etsanglar gunohlaringizni kechiradi, sizlarga bog'-rog'lar, bola-chaqalar beradi, yomg'ir yog'diradi degan va'dasi bor. Istig'for ham zikrda. Zikr qilib yursa, demak insonning rizqi kengayar ekan. Rahmonni rozi qiladi. Alloh taolo rozi bo'ladi. Ya'ni meni eslanglar, men sizlarni eslayman. U zot o'sha bandani yaxshi ko'rib qoladi. Bandaning muhabbatiga belgi bo'ladi. Qalbni tiriltiradi. Qalbga ozuqa bo'lgandan keyin qalbimiz ko'p zikr bilan tiriladi. Inson g'aflatdan uyg'onadi. Ya'ni Alloh taoloni eslaydi-da, o'zi umrimiz 70 yil bo'lsa, ja borsa 80 yil, 90, 100 yildir. Qisqagina umr. Mana 40-50 ni urib qo'yimiz. Qolgan bo'lsa yarmi qoldi. Azroil xohlagan payt kelib qolishi mumkin deb g'aflatdan uyg'onib, ibodatda, yaxshilikda inson mashg'ul bo'ladi. Banda bilan Robbisi o'rtasidagi uzoqlik yo'qoladi. Ya'ni Alloh taologa yaqinlashish boshlanadi. Zikr sababli zokirning gunohlari kechiriladi. Bilib bilmasdan qilgan gunohlarimizga zikr kafforat bo'ladi va yomonliklari o'chiriladi. Va zikrning ma'naviy foydalariga kelsa, zikr so'zga chiroy beradi, qalbga tavozi beradi, irodani mustahkamlaydi, vasvasa va yomon fikrlardan xalos bo'lishga yordam beradi. Zikrning tibbiy foydalari ham bor ekan, qarang. Doim harakat qilib turaversa, o'zi harakatli jismda nima bo'ladi? Qon yaxshi aylanadi. Ko'p zikrni, ya'ni fan ulamolari isbotlabdiki, qon bosimini pasaytirar ekan. Ko'p zikr qilgan odam. Davleniya bo'lmasa ekan. Kamdan kam. Nafasni uzaytiradi. Ko'krak qafasi va o'pkani kengaytiradi. Qon aylanishini yaxshilaydi, g'ayratli qilib tana faolligini oshirar ekan. Aqliy salohiyat rivojlanadi. Doim zikr qilib turganda odam miya ham ishlaydi, qalb ham ishlaydi, qon yaxshilanadi va inson sog'lom bo'ladi. Psixologik foydalari ham bor ekan. Insonning asabini tinchlantiradi, tashvish va umidsizlikni davolaydi, insonda sabr, toqat, chidamlilik va iroda sifatini jalb qiladi. Ko'p zikr qilgan odam. Chunki Alloh taologa bog'lanadi, har bir bo'lgan ish Allohdan deb ishonadi. Hech narsani g'am tashvishini qilmaydi, faqatgina Alloh buyurgan ishni men bajaraman, natijasi Allohdan deydi, Allohga tavakkul qiladi. Va unda inson albatta sog' va xotirjam bo'ladi. Zikrning aqliy foydalari: miyaning turli sohalarida qon aylanishini maromiga keltirib, xotirani mustahkamlaydi, zakovat, tashabbuskorlik va topqirlikni oshiradi, fikrlarni jamlash va dalillarni bir-biriga bog'lash malakasini mustahkamlaydi. Yuqorida o'tganlarning barchasi zikrning inson uchun shaxsiy foydalari hisoblanadi. Ijtimoiy foydalariga keladigan bo'lsa, zikr bilan doimiy mashg'ul bo'lgan kishi turli jinoyatga yo'l qo'ymaydi, boshqalarning ishlarini muhokama qilishga vaqti bo'lmaydi, zikri tufayli ma'naviy ruhiy poklanib, jamiyat uchun ham foydali shaxsga aylanadi. Abu Dardo radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan bitta hadis bor. Mana shu hadisni o'rganib suhbatimizni yakunlaymiz. Demak, zikrning foydalari, ba'zi foydalarini sanadik. Mana bu hadisda ham juda ham oliy martaba haqida gap ketadi. Hadisning tarjimasini o'qiymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlarga amallaringizning eng yaxshisi, Robbingizning nazdida eng pokizasi, darajalaringizning eng oliysi, tilla va kumushni infoq qilishdan yaxshiroq va jihodga chiqib
birov dushmanni o'ldirish yoki sizni u o'ldirib shahid qilishdan ko'ra yaxshiroq narsaning xabarini beraymi dedilar. Ha, xabarini bering deganlarida Alloh taoloni zikr qilish dedilar. Qarang, qancha amaldan ko'ra ustun sanalyapti. Bu juda ulug' maqomda. Qalbimiz boshqa tomonda, xayolimiz boshqa tomonda subhanalloh deb yurishmas. Subhanalloh degani nima degani? Alloh taolo hamma nuqsonlardan, bu kamchiliklardan pok degani. Benuqson zot degani. Hamma hojatlarni ravo qiluvchi Allohus Samad, As-Samad bo'lgan zot. 99 ta Alloh taoloning ismi bor. Har bir ismini ma'nolarini tafakkur qilib, tadabbur qilib, u zotdan yalinib, yorvorib, duo qilib, kuniga bir 5 daqiqa sinash uchun azizlar shunaqa zikrga ajratib duo ham bitta zikr-ku. Zikrning ortidan bitta duo qilaylik-da. O'zimizdagi o'zgarish sezamiz. Bu jamoat bilan qilinayotgan zikr alohida. O'zimiz yolg'iz qilaylik buni. Bekorga zikrga juda katta va'dalar berilmagan. Mana bir hadisda aytilgan, bomdoddan keyin o'tirgan joyida qolib, Alloh taoloni zikr qilib, o'sha aytilgan zikr bor. O'sha zikrni aytib 7 marta, so'ngra quyosh chiqqandan keyin 2 rakat namoz o'qisa, haj va umrani tammatan to'liq savob beriladi degan. Haj bilamizmi qanaqa mashaqqat amal? O'shan to'liq savobini bomdoddan keyin o'tirib 10-15 daqiqa zikr qilgan odamga Alloh taolo berib qo'yapti. Uncha-muncha odam qila oladigan ish emas ekanda. Oson emas ekan. O'zi osondek ko'rinadi, lekin kim amalda qilyapti masalan mana shuni? Sanoqli odamlarni keltirishimiz mumkin. Alloh o'zini fazliga olgan. Alloh taolo holimizga rahim qilsin, o'zi zikriga mashg'ul bo'ladigan bandalardan qilsin. Yana bitta oyat bor ekan, mana shu oyat ham mana hozirgi kunda ba'zi yosh yigitlar kelib qoladi-da, xonamizga kelib, domla deydi, xotirjamlik yo'q. Qanaqadir vasvasadaman. Nimadir bo'ladigandek, xuddi yaqinda o'lib qoladigandayman. Bir g'alati tushlar ko'raman. Boshlagan ishimda baraka yo'q. Nima qilsam bo'ladi degan maslahatni so'rab kelishadi. Ko'payib qolgan hozir shunaqa. O'zi asli bunday narsa Allohni unutishdan, gunohlarga sho'ng'ib ketishdan hosil bo'ladi odatda. Chunki agar inson Alloh taologa bog'langan bo'lsa, zikr qiladi, yuradigan bo'lsa, vasvasaga uchramaydi. Shaytonni vasvasa qila olmaydi. Yoki vasvasa bo'lib qolsa ham Alloh taolodan bo'lyapti deb buni yengib o'ta oladi imtihonni. Chunki irodasi baquvvat, iymoni mustahkam, ilmi bor bu to'g'risida. Ilm yo'q, amal yo'q. Yurish-turishda demak halol haromni farqiga bormaydigan insonda odatda shunday hodisa bo'ladi. Ana shularga Alloh taolaning mana shu bitta oyatini ibrat qilib, namuna qilib, o'rnak qilib, shu hayotingizga mana shuni tatbiq qiling deb keltiramiz. Alloh taolo aytadiki: "Allazina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Ular iymon keltirgan va Allohning zikri ila qalblari orom topganlardir, ya'ni chin mu'minlar. Ogoh bo'lingki, Allohning zikri ila qalblar orom topur. Itmi'an degani xotirjam bo'lur degan. Boshqa oyatda ham Alloh taoloning rahmatiga erishgan nafsni Alloh taolo nafsul mutmainna deydi, xotirjam nafs deydi. Ana shu xotirjamlikka, ya'ni Allohdan boshqa narsani, hamma narsa Allohdan, Allohning taqdiridan deb xotirjam yashashga ega bo'lish uchun insonning qalbi mutmainna nafs bo'lishi kerak ekan. Xotirjam nafs bo'lishi kerak ekan. U xotirjam nafs bo'lishi uchun esa inson doimo zikrga mashg'ul bo'lsa, ana shu darajaga erishadi. Osonlikcha erishilmaydi. Harakat qilib, doimo zikrga mashg'ul bo'lib, zikrning turlarini boya aytib o'tdik. Ana shu hamma turi bilan inson mashg'ul bo'ladigan bo'lsa, chin ixlos bilan bajaradigan bo'lsak, inshaalloh mana shu amallarni albatta qalbimizga Alloh taolo o'zining itmi'nanini, ya'ni xotirjamligini ato etadi. Va ala bi zikrillah tatma'innul qulub ko'p ustozlarning suhbatlariga ham shior bo'lgan. Mana Allohning zikri ma'nosida insonlar ham Allohning zikridek bo'lib qoladi-da. Xususan Shayx hazratlarini doim eslasa inson bir o'zini taftish qilishga o'tib qoladi. Islomga bag'ishlangan umr, hujjatli filmlari, kitoblari yozildi, xotira kitoblari yozildi. Mana shularni o'qisangiz ham Hazrat qanaqa hayot kechirganlar. Umrlari Allohning yo'lida, insonlarga yaxshilik yo'lida kechganini bilib olamizda. Mana shu kishi Alloh rahmatiga olsin, katta ustozimiz, hamma butun millatning ustozi, vafot etgan yillarida Ramazondagi suhbatlariga Allohning zikri ila qalblar orom topur deb sarlavha qo'yganlar. Ko'pchiligimiz bilamiz. U suhbatni disk holatida mana o'zlarini asos solib ketgan Hilol nashr do'konda turibdi. Hali bir eshitsak bo'ladi.
zikrni qanday foydalari bor, kun davomida inson qaysi zikrlarni qilib yurish kerak, yoki diskni olib eshitishga imkon bo'lmasa, kitoblari bor. Hadis va hayot juzining 35-si zikr, istig'for va tavba. Haqiqiy sunnatda, hadisda kelgan zikrlar, istig'forlar mana shu kitobda o'rgatilgan. Ularni o'rganib, qalbimiz bilan, tilimiz bilan, amalimiz bilan, zikr bilan mashg'ul bo'lib yuradigan bo'lsak, Alloh taoloning eng afzal, eng yaxshi ko'rgan bandalari maqomiga erishamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruk va natubu ilayk. Allohumma aghnina bil ilm va zayyinna bil hilm va akrimna bit taqwa va jamilna bil afiya. Allohim aytilgan suhbatlarni, aytilgan masalalarni hammamiz uchun manfaatli ilm bo'lishini nasib etgan. Bu eshitgan bilganlarimizga qo'limizdan kelgancha, kuchimiz yetgancha amal qilishimizda o'zing hammamizga yordamchi bo'lgin. O'zingning huzuringda ismimiz zikr qilinadigan bandalardan, zokir bandalardan bo'lishimizni o'zing muvaffaq aylagin. Allohim bu zikrlarni qilib, zokirlik maqomiga erishib, jamiyatga, yurtga, elga, musulmonlarga manfaat tegadigan, doimo ularga yaxshilik ulashadigan, yomonlikdan tiyilib, gunohlardan tiyilib yuradigan mo'min musulmon bandalardan bo'lishni hammamizga muvaffaq aylagin. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmat. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Inshaalloh keyingi safar xavf qismini davom ettiramiz.